Umrim bino bo'lib, bunaqangi akkuratni qurilgan fermani ko'rmagan edim. O'rtoqlar, 200 ta mol, 50 ta qo'y boqsa bo'ladigan akkuratni qilib qurilgan fermaga kelganmiz. Ipidan ignasigacha tayyor holatda. Mollarga shunaqangi zo'r sharoit qilinganki, har bitta mol mikroklimatlar tagida, ventilyatorlar ostida yozgi kunida muzdekkinada o'tiradi. Tabiiy quyoshdan o'tishadigan tuynuklarigacha bor ekan. Ishchilar uchun bo'lsa 5 ta xona yangi qurilgan uylari, oshxona mebellarigacha, dushlarigacha tayyor holatda hali hech kim yashamagan ekan. 40 sotuvli fermada 30 mingtalik 3 tadan stabilizatorlar qo'yilgan, tonna yem pishirish uchun qozonlarigacha bor bo'lgan va 2 tonnali molni o'lchaydigan tarozilarigacha qilingan ekan. O'rtoqlar, molni go'nga yoki silos yemi uchun katta yamalari, 3 tadan bokslari qilingan ekan. O'rtoqlar, Toshkent Bo'zsuvda joylashgan bu 40 sotuvli fermamiz tayyor holatda, elektridan muammo yo'q, 2 ta liniyadan tok tortib kelingan ekan. Undan tashqari gazlari ham katta bosimda ishlaydigan M39 trassadan gaz gerpalari tortib kelingan ekan. Akamiz aytishi bo'yicha 500 tonna silos bemalol ketar ekan. Undan tashqari 70 tonnalik havo kamazlari bemalol qaytib olish uchun loyiha qilingan ekan. Buncha sharoitni ko'rib, sohaga qiziqmaydigan odam ham shundoq fermani olib turib biznes qilgisi kelib ketadi-yu. Agar sizga mana shu fermani shundoq berganda, qanaqa hayvon boqqan bo'lardingiz? Mol, ot yoki qo'y? Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring.